Xona bo'ylab aksado berayotgan oz qadam tovushlarimdan uyg'onib ketdim. Garchi muskullarimni qimirlatmagan bo'lsam ham, avvaliga buni pol taxtalarining hiylasi deb kulib yubordim, toki uni ko'rmagunimcha. Burchakda egilib o'tirgan soyam qonimni muzlatib yuboradigan, qirralari tirik mavjudot kabi qimirlab, g'ayritabiiy ravishda cho'zilib va qisqarib borayotgan ong bilan menga qarab turardi. Vahima ko'tarildi va men chiroq tugmachasiga sakrab tushdim. Lekin chiroqlar miltillab, ochib, meni shunchalik qalin zulmatga tashladiki, bo'g'ilib, deyarli jismoniy tuyuldi. Chunki soya yaqinlashib kelayotganini, endi uning shakli aniq va dahshatli darajada insoniy ekanligini angladim. Men baqirishga harakat qildim, lekin ovozim tomogimga tiqilib qoldi. Bu soyadan pichirlab aytayotgan, eng chuqur qo'rquvlarimni takrorlayotgan, ularni buzuq ohangda masxara qilayotgan oz ovozim edi. Yuragim tez urayotganicha orqaga tisarildim. Faqat uning harakatlarim bilan mukammal uyg'unlikda oldinga qadam qo'yganini ko'rdim. Garchi men umuman harakatlanmasam ham. Ko'zgudagi aksim diqqatimni tortdi va men uni ham u yerda ko'rdim. Orqamda menikiga o'xshagan, lekin meniki bo'lmagan tabassum bilan turgan edi. Uning ko'zlari yovuzlik va men o'ylashga jur'at etmagan narsalarni bilish bilan chaqnab turardi. Men eshikka yugurdim, lekin u men unga tegmasdan oldin qarsillab yopildi va kalitlarim ularni qoldirgan joyimda, tegilmagan holda yotardi. Lekin men yo'lakda kimdirning yoki biror narsaning nafas olayotganini eshita olardim. Kechadan kechaga u ko'proq narsani o'rgandi. Uydagi narsalarni harakatlantirish, qo'lyozmam bilan yozib qo'ygan, yozmaganimga qasam ichgan yozuvlarimni qoldirib, uxlab yotganimda pichirlab tahdidlar aytib, ohangimni mukammal taqlid qilib, sekin, ayyorona aql-idrokimni buzib, har bir adyol ostida uxlashga, har bir eshikni to'sib qo'yishga, chiroqlar yonib turgan hammomda qolishga harakat qildim. Lekin u hamma joyda meni ta'qib qildi. Burchaklarda yashirinib, aksadolarda yashirinib, ko'zlarimni yumishga jur'at etganimda qorong'ulikdan chiqib ketdi. Keyin bir kechada men kuygan go'shtning hidi va yog'ochdagi tirnoqlarning zaifgina qirilishidan uyg'onib ketdim va boshimni ko'targanimda soyam endi chokib o'tirmasdi. U nihoyatda baland, ustimdan suzib o'tib, oyoq-qo'llari cho'zilgan, xona bo'ylab qora tutun kabi cho'zilgan holda turardi va men uxlayotganimda uning osib, dahshatli narsaga aylanib qolganini, endi menga bog'lanmagan narsaga aylanganini angladim. Yordam umidida bosh ko'chalarga yugurdim, lekin har bir uyning, daraxtning va ko'cha chiroqlarining soyalari menga qarab cho'zilib, niyat bilan harakatlanayotganini, barchasi tirik, barchasi kuzatib turganini, barchasi o'zimnikiga o'xshash ovozlar bilan pichirlayotganini ko'rdim. Uyqu azobga aylandi. Hatto tushlarimda ham u menga ergashib, har kecha yaqinlashib, dahshatli tushlarni shakllantirib, hech kimga aytmagan hayotimning sirlarini pichirlab, menga o'zining yakuniy rejasi haqidagi tasavvurlarni ko'rsatib berardi. Bir kuni kechasi oz yuragimning aksadosi bilan uyg'onib ketdim va polimga tushayotgan xira oy nurida uning xona bo'ylab qadam qo'yganini, uzun, qoraygan barmoqlari bilan menga qo'l uzatganini, ilonlar kabi qimirlagan soya izlarini qoldirib, "Endi sen meniksan" deb pichirlaganini ko'rdim. Uning butunlay ajralib ketishi, mustaqil ravishda harakatlanishi, xonaga kirishdan oldin burchaklarda, kolmaklarda, mashina oynalarining akslarida, hatto shiftda ham paydo bo'lishi, xuddi tortishish kuchi bunga hech qanday aloqasi yo'qdek, sirtlar bo'ylab emaklashi mumkinligini anglaganimda dahshat kuchaydi. Do'stlarim tashrif buyurishni to'xtatdilar. Ular mening o'zgarganimni aytishdi. Ko'zlarim bo'sh, ovozim uzoq edi va men ular buni ko'ra olmasligini, hech qachon ko'ra olmasligini bilardim. Tunlar uzayib, qorong'ulik chuqurlashdi va soyam yanada dadilroq bo'lib, har bir harakatni taqlid qilib, har bir fikrni oldindan ko'ra boshladi va asta-sekin menga endi o'z tanam yoki ongimning xo'jayini emasligimni o'rgatdi. Bir kuni kechasi, oy nuri yotoqxonamning poliga to'g'ri tushganda, men uni to'liq shaklga kirganini, uzun bo'yli, galati, hech bir inson egallay olmaydigan bilim va ochlik bilan jilmayganini ko'rdim va dahshatli haqiqatni angladim. U mendan uzoqlashdi, lekin men hali ham tuzoqqa tushib qolgan edim. Qo'rquv, mulohaza, uzoq vaqtdan beri e'tiborsiz qoldirgan zulmat bilan bog'langan edim. Va o'sha paytda men soyalar hech qachon charchamasligini, hech qachon uxlamasligini va meniki hech qachon charchamasligini, ular hech qachon uxlamasligini va meniki yirtqichga aylanganini, sabrli va abadiy ekanligini angladim. Asta-sekin hayotimni egallab, yurishni o'rganayotgan edim, men esa ojiz holda o'z zulmatim meni asirga olayotganini kuzatishga majbur bo'ldim va tun cheksiz oldinda cho'zilib, ismimni pichirlab, meni hech qachon ozod qilmasligiga va'da berdi.